Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun Dishot poyda oldiga keldik. Bu yana bitta toylari, rangi to'riq. Oyoqlarida oqi bor ekan. Orqa chap oyoq, oldi o'ng oyoqda. Buni laqabi o'zi bilaman. Aha. Ma'lumotlarni bering, yoshi. Buni ham yoshi 1,5 yosh. 2ga ketayotgan to'ylar. 2ga to'layotgan to'ylar. 2ga to'layapti. Xudo xolasa 2ga yaqinlashib qolgan. Aprelda 2ga to'ladi. Bahorda. Bahorda. Zoti qanaqa buni? Aniq tug'ilgan bilar ekanda, buni ikkovini aprelda tug'ilgan deb aytdi. Zoti qanaqa buni? Toza qora bellar. O'zimiz qora bayirlardan, a? Qora bayir yo'qlar. Bo'yi necha chiqadi примерно? 1.50 bormi? 50 bor. 50 plus ham bo'lishi mumkin. Orqalari, tuyoqlari sog'lom. Hamma joyi sog'lom. Tuyoqlari tik tuyoq, qora tuyoq. Orqalari ham yaxshi kelishgan ekan. Ha. Uni yechaymi? Oyog'i arqon chiqdi. Qani yurg'izib ko'rsatingchi. Arqon chiqsin oyog'idan. Zotini qora bayir dedingiz, a? Qora bayir. Xudo xolasa bo'yi 1.50 ozgina plus bo'lishi mumkin, lekin kam emas. Ko'kraklari mana qiling, ko'kraklarini, ha. Ko'kraklarini olaylik. Tuyoqlari sog'lom, xudo xolasa qora tuyoq, stakan tuyoqmi? Stakan emas. Stakan emasmi? Yo'q. Stakan. Buni narxini necha bildingiz? Endi shu 3000 ni aytaverasiz, savdo qilib oladi aka. Hozir men endi munchaydi deganim bilan baribir ita savdo qiladi-ku. $3000 kelishtirib berasiz. Kelishlaveradi-da. Telefon qilsa kelishtirasiz. Yana nima ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, hammasini telefonda o'z berasiz, to'g'rimi? Bu endi hamma ham bozorda og'zi to'la pul-ku, endi aytaveraylikchi, bir gap bo'lar-da. Ha. Sog'ligi yaxshi, yeb ichishi yaxshi, sog'lomligi hammasi yaxshi. Hamma joyi yaxshi. Mana orqalarini yana bir ko'rsatamiz. Narxi $3000. Kelishadigan joyi bor, telefon qilib so'raysizlar. Xudo xolasa kimga mana shunaqa toylar kerak bo'lsa, Dishotjonga telefon qilasizlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.